Sir Alex Ferguson, bu nom futbol tarixining eng muhim sahifalarida muhrlangan. Oddiy ishchi oilasidan chiqqan shotlandiyalik bola qanday qilib eng buyuk murabbiyga aylangani, millionlab futbol ishqibozlarini hayratga solgan kuchli hayotiy hikoya. U millionlab muxlislar qalbida afsonaga aylangan inson. Galabalar ortidan emas, xarakteri bilan tarixga kirdi. Bu Alex Fergusonning hikoyasi. Ba'zan tarixni yozish uchun topni tepish emas, balki boshqalar qanday tepishini o'rgatish kerak bo'ladi. Sir Alex Ferguson 1941 yil 31 dekabr kuni Shotlandiyaning Govan nomli sanoat hududida tug'iladi. Otasi kemasozlik zavodida ishlagan. Onasi oddiy uy bekasi. Govan bu yengil hayot haqida emas, balki chidamli bo'lish haqida o'rgatadigan joy edi. Yosh Alex ko'cha topida o'ynab katta bo'ladi. U jamiyatda har bir narsaga o'zi erishishi kerakligini erta anglagan. Uning orzusi oddiy edi, futbolchi bo'lish. Bu orzu unga yo'l ochdi. Ferguson hujumchi sifatida Queen's Park, Johnston va Rangers kabi klublarda o'ynadi. Ayniqsa Rangers uning bolalikdagi sevimli jamoasi edi. Garchi u yulduz futbolchi bo'lmagan bo'lsa-da, bu tajriba unga murabbiylikdagi asosiy saboqlarni berdi: taktika, raqibni tahlil qilish va psixologiya. U 1974-yilda East Stirlingshire klubida murabbiylik faoliyatini boshlaydi. O'sha paytda u atigi 32 yoshda edi. Ammo haqiqiy o'zgarish Aberdeen klubida yuz berdi. Aberdeen Shotlandiyaning Cheltenham va Rangers soyasida qolgan jamoa edi. Lekin Ferguson bu klubni 1980, 1984 va 1985 yillarda Shotlandiya chempioniga aylantirdi. Eng katta yutug'i 1983 yilda Real Madridni finalda mag'lub etib, UEFA G'oliblar Kubogini yutgani bo'ldi. Bu yutug'idan so'ng Ferguson Yevropada tanildi. Uning nomi Manchester United radari ostiga kirdi. Team that could smell the victory. 1986-yil 6-noyabrda Ferguson Manchester United murabbiyligiga tayinlandi. Klub qiyin holatda edi, chempionliklar yo'q, ishonch past, jamoa tarqoqlashgan. Dastlabki 3 yil natija bermadi. Ammo rahbariyat unga ishonch bildirdi. Bu futbol tarixidagi eng muhim qaror bo'ldi. 1990-yilda FA Kubogini yutish bilan hammasi o'zgaradi. Shundan so'ng yillar davomida klub dominant kuchga aylandi. 13 marta Angliya Premyer Ligasi chempioni bo'ldi, 5 marta Angliya Kubogi sohibi bo'ldi, 4 marta Liga Kubogini yutdi, 2 marta 1999 va 2008 yilda UEFA Chempionlar Ligasida tengsiz deb topildi. 1 marta FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionligi qo'lga kiritildi. 1999 yilgi Treble, Premyer Liga, Angliya Kubogi va Chempionlar Ligasi yutib, Angliya futbolidagi eng yirik muvaffaqiyatga erishgan murabbiyga aylandi. U Class of 92 yulduzlarini yetishtirdi. Giggs, Beckham, Scholes, Neville aka-ukalar, keyinchalik Rooney, Ronaldo kabi yulduzlarni ham jamoaga olib keldi va ularni ham yulduzga aylantirdi. Bir 1999-yilda UEFA Chempionlar Ligasi, Angliya Kubogi va Angliya chempionatini yutganidan so'ng, Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta I tomonidan unga Sir unvoni berildi. Bu unvon nafaqat futbol, balki Britaniya sportiga qo'shgan ulkan hissasi uchun e'tirof sifatida berilgan.
Bu muvaffaqiyatlar Ser Alex Fergusonni yillar davomida Manchester Unitedni gigant klubga aylantirdi. Klub uning qo'l ostida klub engilmas qizil iblislar maqomiga erishdi. Ser Alex 1966-yilda Keti Ferguson bilan turmush qurdi. Ular 2023-yilda Keti vafot etgunga qadar 57 yil birga yashashdi. Ferguson har doim muvaffaqiyatga erishishda o'ziga ruhiy kuchni ayolidan topganini tan olgan. Ularning 3 nafar o'g'li bor, ulardan biri, Darren Ferguson ham otasining izidan boryapti, hozirgi kunda murabbiy. Ferguson 2013-yilda nafaqaga chiqdi. Shundan so'ng u xotiralar kitobini yozdi. Leading va Me Autobiography nomli asarlar sport rahbarligi haqida eng ko'p o'qilgan kitoblardan bo'ldi. Hozirda u Manchester United klubining faxriy maslahatchisi hisoblanadi. Shuningdek, u ko'plab sport yurtlariga murabbiylik, menejment va rahbarlik bo'yicha maslahatlar beradi. Sir Alex Ferguson bu nafaqat futbol afsonasi, balki umuman yetakchilik, sabr-toqat va qat'iyat ramzidir. Uning Manchester United bilan qayd etgan natijalari, yutuqlari va rekordlarini ancha yillar davomida afsona bo'lsa ajabmas. Chempionlar tugilmaydi. Ular shakllanadi ish orqali, dars orqali, kurash orqali, degan Sir Alex Ferguson.